boshlayapti turni, boshlayapti o'yinni. Do'stlar, biz ham yaxshi niyatlar bilan boshladik. Chiroyli, qiziqarli muxlislar oldinga ham. Noaniq Tahsin markazda kurash. Bo'riyev cho'chimadi, boshi bilan Cherigani uzatma berdi. Sardor zo'r uzatma davom ettirsa bo'ladi. Paxtakorda imkoniyat, zarba va Dostonbek Hamdamov o'ta qulay imkoniyatni yo'qqa chiqarmoqda. Ta'sir o'tkazadi. Holat qani ko'raylikchim. Qarang, ochiq qoldirishdi, yolg'iz qoldirishdi, juda oson kirib bordi. Mazgavoy to'pni olib qo'ydim. Hamdamov, Bo'riyev qanotga, Hojimatdan uzatma, o'tdi to'p, xavfli vaziyat, zarba va gol! Agar hammasi joyida bo'lsa, hisob ochilmoqda do'stlar va Bashar Rizan gol muallifi. Chiroyli kombinatsiya, chiroyli shakl chizishdi maydonda Paxtakor futbolchilari. Barcha uzatmalar uzoq masofaga ham, yaqin masofaga ham amalga oshirilgan uzatmalar ham bu yerda aniq va muvaffaqiyatli. Hamdamov ham deyarli shunday holatda qolib ketgandi. Mana bu yerda Mazgavoy to'pni olib qo'ydi. Aynan Akmaldan boshlandi hammasi. Doston qanotga o'tkazilmoqda. Adashmasam bu yerda hozir aniqlab olamiz. Mana bunisi endi Alijon, Hojimat Erkinov. Doston o'tkazib yubordi, tegmadi chamas to'pga. Sardor Sobirxo'jayev ekan o'sha oraliq uzatmani bergan futbolchi. Qanotga ozgina to'p yo'nalishi biroz o'zgargan bo'lishi mumkin, raqib futbolchiga tegib, ammo bu katta ahamiyatli emas. Va assistni Hojimatga yozish mumkin tabiiyki. Bashar esa darvozani ishg'ol qilmoqda. Darvozabonni chalg'itdi, endi bu yerda ayblash qiyin. Jo'rabekov to'pni uloqtirib beradi. Mana kurash, yaxshi zarba, noaniq. Javohir Ro'ziyev harakat qilib ko'rdim. O'zi aslida 4 ajoyib uchrashuvdan keyin Surxonga qarshi 5-tur uchrashuvda Buxoroni favorit deya qaralayotgan chiroyli harakat Paxtakor. Hamdamovdan ajoyib o'yinni ko'rdik. Bu esa Hojimat Erkinov zarba va endi davom ettirildi. Qizig'i yana bir zarba va Bashar hal qilishi mumkin edi. Sapchitib zarba yo'lladi, biroq noaniq ketdi. Biroq o'sha birinchi mag'lubiyatni aprel oyining avvalida aynan Surxonga qarshi imkoniyat, Kacharava zarba va sal qoldi. Urshakdan to'p o'yinga kiritiladi. Kacharava zo'r, o'ng qanotdan Buxoroda imkoniyat va Begich! Qulay imkoniyat yo'qqa chiqmoqda. Yaxshi yetkazilgandi. Qizig'i Muhammad Rasul kurash olib bordi, oxirigacha o'ynadi va foyda keltirdi, lekin dastlab o'tkazib yuborgandek ko'ringandi. Mana endi Hamdamovning imkoniyati, Dostonbek zarba. Paxtakor endi mana shunday qarshi hujumlarda juda xavfli bo'ladi. Buxoro esa oldinga o'tishga majbur va vaziyatlarni yaratmoqda. Yo'ldoshev, Muhammad Yo'ldoshev zaxiradan tushgan futbolchi, aynan jamoa Sardorni almashtirdi. Ichkariga pas zarba va yana hali ham imkoniyat bor va o'z ustidan oshirib zarba yo'lladi Shahzodbek Ubaydullayev. Aniq chiqdi, lekin kuchsiz edi. Quvvatov to'pni ushlab oldi. Zarba. Yo'q, tashqi tarafdan to'p tegyapti. Paxtakor mana yana qarshi hujumdan vaziyatga ega bo'lyapti. Bu endi 20 daqiqaning ikkinchi taym. 20 daqiqasining odatiy ko'rinishi. Biz takror lavhani ko'rgunimizcha Paxtakorda bir imkoniyat yuzaga kelyapti. Tushunarli. Buni taxmin qilish mumkin edi. Hamdamov kech qolganda Begich o'zi endi o'yinga qo'shilgan Flamarionni yiqitdi. Alijonov ham yonma-yon. Masofa taxminan 25 o'tdi. Zarba!
Ustundan qaytyapti. Qani ko'raylikchi. Yo'q, tegma. Lekin yopgan. Shu burchakni yopgan. Minjon Hamroyev. Alijonov. Hoji Akbar. Juda ham baland. Darvozabon nima qilyapti oxirgi daqiqalarda? Ro'parasida turgan futbolchilarga tashlab bergandi va o'zidan oshirib zarba yo'llamoqchi bo'ldi Paxtakor vakili. Qaytish kerak. Eng faol futbolchidir. Outlar bilan eslayapmiz, lekin o'zi aslida bu qanotdan bu qanotga o'tib tinmasdan harakat qildi. Kacharrava. Mana imkoniyat, zarba va qarama-qarshilikka aylanib bo'lganini yana ko'ryapmiz. Qani takroriy lavhani ko'ramiz do'stlar, diqqat bilan. Hamraliyev, xo'p, qo'llarini ortga olgan ekan va qay qismiga tegyapti to'p? Birinchi taymda endi mutlaq ustunlikka erishgan. 1,5 daqiqa, lekin yana to'xtalish bo'lgan. Hakam buni ham kompensatsiya qilsa kerak. Endi bu yerda Paxtakor muxlislari, boya Buxoro muxlislari edi. Shart emas do'stlar, shart emas. Mana hozir huquqni muhofaza qilish xodimlari ham aralashyapti. Va har qanday ko'rinishda, har qanday tarafdan bo'lganda. Jo'rabekov nima bo'ldi? Qizil oldimi? Qizil oldimi Jo'rabekov? O'sha harakati uchunmi? Shunday, chetlatish bo'ldi. Va Paxtakor oldinga o'tmoqda, chiroyli, lekin ko'pchilik bo'lib Buxoro vakillari olib qo'yishdi va o'z hujumlari uchun imkoniyatga ega bo'lishmoqda. Mana imkoniyat. Mana hakam markazni ko'rsatdi. Uchrashuv yakunlanganini e'lon qildim. 5 daqiqa qo'shgandi, 20 soniya ko'proq berdim. Do'stlar, mana shu nuqtada biz ham sharhga yakun yasaymiz. Paxtakor